Master Trade. Hello everyone, today we are joined by Shoru, Head of Uzbekistan Support at WinMasterTrade, along with one of our successful traders from Uzbekistan. In this interview, we will explore the trader's journey, trading strategies, market analysis approach, risk management principles, and personal experience with WinMasterTrade. But before we get into that, could you please introduce yourself? Assalomu alaykum, ismim Shohrux, WinMasterTrade kompaniyasida mijozlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi rahbariman. Sizni qilgan, menimcha, ikkinchi payoutingiz bu. Shu bo'yicha qisqacha savollarimiz bor edi va hammaga qiziq bo'lgan strategiyalaringiz va ishlash prinsiplaringiz haqida savollarimiz bo'lib o'tadi va hammasidan oldin o'zingizni tanishtirsangiz. Hop, assalomu alaykum aka, meni ismim Birohon, Qo'qon shahridanman. 2001-yil. That's great. How long have you been trading? Juda ham yaxshi. Trading bilan qanchadan beri shug'ullanib kelasiz? Hop, trading bilan 3 yildan beri shug'ullanib kelaman. Meni trading как будто hobby yoki. So trading has also become a source of income for you, right? So who was the first person that introduced you to trading? Was it someone who personally invited you, or did you discover it through a program or an advertisement? Demak, bundan mo'maygina daromad ham kelib turibdi, to'g'rimi? Birinchi bo'lib tradingga sizni jalb qilgan, sizni taklif qilgan inson kim? Yoki biror programmami, reklamami? Meni akam bor edi, o'sha kishi taklif qilganlar. Shu men o'rganganimda. That's great. And where did you first hear about WinMasterTrade? Xudoga shukr, shundan beri ishlamiz. Juda ham yaxshi. WinMasterTrade kompaniyasi haqida qayerdan eshitgansiz birinchi bo'lib? Birinchi bo'lib yaqin tanishim shu narsa bor ekan, imtihonsiz bir ishlagin deyishadi, qoldirib ishladik. Shu bilan shuni chidamiz aka, birinchi marta pulimizni yechib, yana boshqa qilib yuribmiz aka. Have you had any experience with other prop firms before? Juda ham yaxshi. Bundan oldin ham prop kompaniyalar bilan tajribangiz bo'lganmi? Juda ham yaxshi. Now, let's talk about the trades that led to your payout, your trading strategy, and how you approach the market. If possible, please open TradingView or MetaTrader so we can review your trades together. Which currency pairs do you mainly trade? Keling endi sizni payoutga olib kelgan asosiy savdolar, ishlash strategiyangiz va bozorda qanday o'zini tutish kerak va shular borasida gaplashib o'tamiz. Buning uchun menga TradingView yoki MetaTrader ilovasini bo'lishsangiz va birgalikda savdolaringizni analiz qilsak. Ko'rindi. Asosan qaysi paralarda ishlaysiz? Asosan hamma bilgan va yoqtirgan oltinda. Gold is definitely one of the most popular instruments among traders. In fact, it's fair to say that around 90% of traders trade gold. I also noticed that many of your profitable days come from opening multiple small positions, right? Bu traderlarni juda yaxshi ko'rgan paralari. 80-90% traderlar shunday ishlaydi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Sizga asosiy foyda olib kelgan kunlar juda ko'p bo'lgan, chunki siz lotlarni maydalab ochasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Hop, kunlarga kelsak, men aslida dushanba kuni savdo qilmayman. Ya'ni bozor range'da o'zining holatidan chiqib ketgan bo'ladi. Hop. Seshanba, chorshanba, payshanba kuni bozorda o'tiraman va savdamni olib chiqib ketaman. Juma kuni ham kirmayman. So on 26 June, you made a strong profit from a sell trade around 505, right? Could you share how you identified this opportunity and explain the strategy behind this trade? Do you mainly follow approaches like ICT, support and resistance, classic lines, or Malaysian strategy? Demak, aynan 26-iyun kunida ham 5 soat 5lar chamasida foydangiz yaxshi bo'lgan, ya'ni sellga сделка ochgansiz. Bu qanday bo'lgan? Bir ko'raylik strategiyangizni. Asosan qaysi strategiyalardan foydalanasiz? Ko'pchilik traderlar ICT, SNR, klassika, ya'ni trend liniya Malayziya SNR. Hop, juma kungi savdomiz ana shu bo'lgan, ya'ni selga сделка ochganmiz. Hop, bu yerda
bozor qaytishi bo'lgan, ya'ni otkat zona bo'lyapti, sapr zonaga. Mhm. Hozir men analiz qilib chiqarib beraman. Mana, ya'ni ana shunday. Xo'p, birinchi bu zonamiz zonamiz saprni buzyapti. Ya'ni ko'pchilik Malayziya esnarida ishlaganlar sapr zonadan bayga risk ko'radi. Bu yerda sapr zonamiz buzib ketgandan keyin men otkatini kutyapman, ya'ni tepaga keladi shu zonaga, shu yerdan oqadi deb. Va shu yerdan savdoga kiryapman. Mhm. Soat aytganingizdek mana 5:00 nechilardir dedingiz, albatta yana 5:00. Ya'ni Mhm. Amerika 5:21. sessiya boshlangan payt, Juda ham Amerika to'g'ri. sessiya boshlangan payt bozor aytganingizdek yurib beradi analizga qarab. So the key idea behind the Malaysian support and resistance strategy is waiting for confirmation, right? The price first breaks the level, then retest it. Once the retest confirms the breakout, that becomes the entry point. I also noticed another trade on 25th June where you open a buy position. This trade was taking around 2:59, close to 3 p.m. after lunch with a 0.05 lot size. Your entry price was 3980 and the stop loss was placed around 3972. Demak, asosiy jihati, ya'ni Malayziya SNR strategiyasida tasdiqni kutish kerak, to'g'rimi? Birinchi liniyani Albatta. o'tadi va keyin orqaga qaytib tasdiq berganidan so'ng va keyingisi 25-iyunda ham bo'lgan ekan. Bunisida lekin bayga ishlagansiz. 25-iyun soat 2:59 o'tgan, 3 atrofida bo'lgan. Ya'ni obeddan keyin Bayga deyapsiz. bayga bo'lgan va aynan 0.05 lot bilan kirilgan. 0.05 lot Xo'p. bilan kirish narxi 3980 bo'lgan va aynan stop lossni 3972 ga qo'ygansiz. Hozir men aka shuni oydinlik kiritaman shu savdamga. Mhm. Aytmasam o'sha joyiga. Chamasi uchlar aka chetlardan savdoga kirganman. 3000 necha dedingiz aka? Chetdan savdoga kirganman. Ya'ni buy сделки ochganmiz bu yerda. Mhm. Bu yerda buy сделки ochishimizga sabab, birinchi sabab restinni yorib o'tib ketdi. Ya'ni mana bu zonani ko'pchilik buy side liquidity deydi. Mhm. Shuni olib pastga ketadi deb ko'pchilik savdo qiladi. Biz aksincha SNRda ishlaganlar, ya'ni Malayziya SNRda ishlaganlar shu savdo zonani buzgandan keyin otkatini kutamiz. Ya'ni mana katta qizil svechani. Shpilkasidan savdoga kiramiz va tepaga reysini buzib o'tgungacha ushlab turamiz. What time frame is this right now? Bu hozir necha soatlik time frame? Bu time frame'imiz M30. This is the M30 time frame, which represents a 30-minute chart. I also noticed your latest trade was on 29th of June, where you opened a sell position. The first trade was taking around 11 with an entry size of exactly 0.51 lots. M30, ya'ni 30 minutlik time frame juda ham yaxshi. Bunaqa. Va so'nggi savdolaringiz 29-iyunda bo'lgan. Yani sellga сделка ochgansiz. Birinchisi soat 11lar atrofida bo'lgan. Sellga bitim ochilgan va aynan 0.51 lot bilan ochilgan. M15 ga olamiz. Shu liniyamizni ustiga kirib olamiz. Mana. Ya'ni mana shu yerdan rosa ushlagan joyimdan savdoga kirganman. Hop, bu yerda ko'pchilik pattern deydi, pattern yana bir nimalar deydi. Biz o'zimizni bu yerda Malayziya esnarchilarda siri bor. Shu sir orqali bu yerdan savdoga kirganmiz, ya'ni oxirigacha ushlaganmiz. Sababi katta lot, katta belgi. Can you share this exact secret with the viewers who are watching us right now? Aynan shu sirni bo'lisha olasizmi? Hozir bizni ko'rib turganlar uchun. Bizni ko'rib turganlar uchun albatta aytalaman. Bu 9.1 zonasi. 9.1 zonasiga qaraymiz. H1 svecha ochilishiga qaraymiz. Yangi svecha H1. M5 atkat beradi, o'sha svechadan tushib ketadi. Menimcha hamma narsani aytdim, eplagan. Shpilkasidan ushlash deyiladi. Okay, you can close the TradingView application. Now, let's move on to the next part of our discussion, focusing on trading psychology and also personal risk management. At WeMasterTrade, we have a risk consistency rule for larger accounts, such as 100 or 200 key accounts.
which limits traders to a maximum risk of 2% per trade. So what is your opinion about this rule? O'zini qo'lida Trading hammasini. TradingView ilovasini yopishingiz mumkin. Endigi savollar va suhbatimiz psixologiya va shaxsiy riskni boshqarish to'g'risida bo'ladi. Bizda, ya'ni Vmaster Trade kompaniyasida odatda 100 ming, 200 minglik hisoblarda risk consistency qoidasi bor. Siz ya'ni bitta paraga 2% risk. Shu qoidaga qanday qaraysiz? Men bu qoidaga juda yaxshi qarayman. Nimagaki ko'p treyderlar stop loss qo'ymasdan, keyin katta lot ochib birdaniga katta foyda olib chiqib ketaman deb o'ylashadi. Lekin qoidaga muvofiq ishlasa, stabil ko'p narsaga erishadi. And from what I understand, you usually enter trades with very small lot sizes. Let's say you open 10 or 15 trades. Is this also part of your strategy? Juda ham yaxshi. Hozir tushunishim bo'yicha siz juda ham mayda lotlar bilan kirasiz. Ya'ni deylik 10 ta, 15 ta сделка ochasiz. Bu ham bir strategiyani bir jihatimi? Albatta bir jihati, ya'ni ko'p jihatlarda brokerlar har xil ko'rsatib beradi. Ya'ni TradingView'da boshqacha, biz MT5 da platformamizda boshqacha ko'rsatib beradi bozorda. Shu bozorda zonamizga kelguncha men kichkina lot bilan savdo qilaman. Aynan o'sha zonamga kelganda o'zimni aytganingizdek 0.05, 0.07 shunaqa zonalar bilan savdo qilaman. And this also helps with risk management to some extent, right? You close the trades that need to be closed and then keep the necessary ones open until they reach a certain amount of profit. Also, it should be mentioned that you close your trades on the same day, meaning you only keep one trade. Qanchadir foiz yordam beradi, to'g'rimi? Kerakligisini yopib turib, kerakligisini qanchadir miqdor foydaga chiqqungacha ushlab qolasiz va shu o'rinda aytib o'tish kerak, o'sha kuni yopasiz savdolaringizni, ya'ni bitta trade ID. Albatta o'sha zonaga kelgandan keyin savdoga kiramiz, kattaroq lot bilan. O'sha savdomizni 3 minutdan ko'p ushlaymiz. Vmasterda shu narsasi bor ekan, scalpingni 3 minutdan ko'p muddat ushlaymiz, keyin yopib yuboramiz. Ikkinchi kunga o'tkazmaymiz. Ma'lum foydani yopib turib, ertasi kunga yana o'sha joyga boradi, ko'zlagan joyimizga deb savdoni ushlab qolmaymiz. Bittada yopib yuboramiz. This is also a kind of a strategy because, some traders do day trading, meaning, they trade daily or weekly. They hold their trades from week to week or day to day. They keep all their open positions running, maybe with 0.1 lot or 3 trades, depending on their own strategies. But in Vmaster Trade, there's no restriction on this. Once a trade idea is open, for example, closing it on the same day is even better. If you want, you can also carry it to the next day and close it when it reaches your target, right? We also have rules such as a 5% daily loss limit, a 10% maximum loss limit, and the profit consistency rule. How much have these rules helped you achieve stable profits? Bu ham qandaydir strategiya. Chunki bir xilga treyderlarimiz day trade qilishadi, ya'ni kunlik trade yoki haftalik trade qilishadi. Ya'ni haftadan haftaga, kundan kunga olib qolishadi. Hamma сделкалар, ya'ni barcha ochgan сделкаларni ushlab turishadi. Balki 0.1 lotdan 3 tadir va o'zlarining strategiyalariga qarab, lekin Vmaster Trade'da bunga qarshilik yo'q. Bitta trade ID ochildimi, misol bugun yopsiz, yana ham yaxshi, xohlasangiz keyingi kunga o'tkazib, hammasini keyingi kunda yopgan maqsadga muvofiq bo'ladi, to'g'rimi? Bizda yana funksiyalar bor, ya'ni kunlik 5%, umumiy yo'qotish 10% va shu o'rinda aytib o'tish kerak, profit consistency qoidasi bor. Shu qoida sizga qanchalik yordam berdi barqaror daromad qilishga? Men kunlik foydamni masalan 50 ming shotda ishlagan bo'lsam, ishlab kelib turgan bo'lsam davomli, kunligimni rejalashtirib olgan. $600, $700. Undan oshirmayman ham, kamayman. Eng ko'p bo'lgani shu qaramay qolganmiz, tepamizda urgan 994.64 sent urganmiz. Eng katta foydamiz. Undan oshig'ini ishlamaganmiz. So you set a specific daily profit target and follow that plan, right? Demak, ma'lum bir foydani, kunlikni belgilab olasiz va shunga qarab kirasiz. Albatta. Very good. I think you have shared a very effective strategy for risk management in our payout history. Now, let's talk about our customer support department.
On a scale of 1 to 10, how would you rate this department? We have Uzbek speaking operators, admins, and social media managers. Judayam zo'r. Menimcha, payoutlar tariximizda riskni boshqarish uchun judayam yaxshi strategiyani aytdingiz. Keling endi mijozlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi haqida suhbatlashsak, mana ushbu bo'limimizni 10 ballik shkalada qanchalik baholaysiz? Ya'ni o'zbek operatorlari, adminlari va ijtimoiy tarmoq menejerlari bor. Xo'p, gruppaga 9 ball bilan beraman. Chunki kimga qanaqa yozgan bo'lsa, hammalari qo'ldan kelgancha yordam berishyapti. Adminimiz apa ham juda yaxshi yordam berishyapti qo'llaridan kelgancha. Bu qatori siz ham aka. Thank you. And my final question, are you satisfied with Webmaster Trade and would you recommend it to others? Not only, new traders, but also professional traders who are joining the platform. Rahmat. Va so'nggi savolim, Webmaster Trade kompaniyasidan mamnunmisiz va boshqalarga, ya'ni kirib kelayotgan treyderlarga, nafaqat yangi treyderlarga, balki professional treyderlarga ham tavsiya qilasizmi? O'g'li tavsiya qilaman. Sababi nimaga degan sababi bu prop kompaniya instant, ya'ni o'tilgan imtihondan prop shot berishadi. Boshqa prop kompaniyalar ko'p, juda masalan mashhurlari bor. Ularning imtihonidan to o'tib stabil darajaga yetganingiz, plyus chiqarib olguningizcha ancha vaqtingiz ketadi. Sizlarkini o'sha narsadan ham arzon olib, o'zimizni foydani vaqtidan oldin chiqarib olamiz. Thank you, Shoru, and thank you to our trader for sharing your trading journey and valuable insights with us today. We hope this interview brings useful perspectives on strategy, discipline, and risk management. Wishing our trader continued success in future trades. Thank you for watching and see you in the next Webmaster Trade interview. Judayam yaxshi. Xuddi shu jihatlarni inobatga olib qo'yishlarini tilab qolamiz yangi kirib kelayotgan treyderlarga va bizga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Keyingi savdolaringizga omad. We master trade.